ko'cha ko'rmasdan, zamondan orqada qolib ketib, dunyolarga chiqib sayohatlar qilmasdan yashasang, qimmatbaho joylardan kiyinmasdan yashasang, oxirgi brend qimmatbaho mashinalar haydamasdan yashaganingdan keyin haligi dunyo qarashing ham eskirib ketar ekanmi? Shunaqa bir so'zlar paydo bo'ladi, internet to'lib ketibdi. Bunaqa eshitsam уже lug'atdan topolmayapman. Lukiz bunaqa, luk nima, lukiz qancha turadi? Buni fishkasi nimada? Voy, mana buni vibe boshqacha edi. Shunaqa so'zlar faqat meni g'ashimga tegadimi yoki sizlarda ham bo'lib turadimi? Bu joylarni qitiqlaydimi sizlarni ham yoki tilinglar qichiydimi shu payt?